Assalomu alaykum YouTube kanalimiz kuzatuvchilari. Biz Farg'ona viloyati Bo'yda tumani Dehqonobod qishlog'iga yetib keldik. Mana bu joyda konteyner pollarimiz bor ekan, reklamasini olgan keldik. Akalar, konteyner pollarimiz har xil razmerlardan bor. Narxlari birinchi o'rin narxni aytib o'tamiz. 80 ming so'mdan 110 ming so'mgacha kvadrati. Pollarimiz sostanasi, tiniq, hammasi ishlatgan yaroqli. Bemalol olib uydi pollariga qoqsalang bo'ladi. Yaxshi sifatli konteyner pollardan. Sifatlari mana ko'ryapsizlar, laminat holatda sifatlari. Ko'ryapsizlar? Laminat holatda. Bemalol kelib tanlab olasizlar ichlaridan. O'zlariga ma'qul kelganini tanlab olasizlar. Manzilimiz Farg'ona viloyati Bo'yda tumani Dehqonobod Kaminterin qishlog'ida. Oyim qishloq yo'lini o'ng tarafida. Konteyner pollarimiz har xillaridan bor. Narxlari 80 ming so'mdan 110 ming so'mgacha ichlaridan tanlab olaverasizlar bemalol. Mana bu yerda rochkalari bor ekan, konteynerda rochkalardan molxona, qo'yxonalarga ishlatsalang bo'ladigan varianti. Konteyner rochkalarimizning narxlari 65 ming so'mdan 60 ming so'm har xil razmeriga qarab, holatiga qarab olaverasizlar ekan tanlab ichidan. Konteynerimizning lagalari. Uyda qollariga laga hisobida ishlatsalang bo'ladi. Qalinliklari yaxshi, stinkasi zo'r holatidan ekan akalar. Bu narxiga keladigan bo'lsak, narxlari 82 ming so'mdan. Agar yaxshilab iltimos qilsang kelishtirib beradi lagalarimizni ham. Razmeri 2.30 bo'ladi, qalinligi 2,5-3 stinkada bo'ladi akalar lagamiz. 4 stinkasi ham bor ekan mana ichlarida. Konteynerimizning yon lislari 1 kvadrati 100 ming so'm ekan. Holatiga qarab bu ham. Narxini kelishsalang yana ham tushib berishi mumkin. Faqat yaxshilab kelishlang kerak. Tom lislari ham shunaqa 100 ming so'mdan ekan. Bu joyda ishlab chiqarishlar ham bo'layotgan drabilkalar. Mana bu joyda konteynerlarimiz kelgan, konteynerlarni ham ustakamiz ana kesib maydalayapti. O'zbekistonda Liboy viloyatiga dastavkasini kelishib chiqarib beraveradi. Evakuator desalang evakuator yuklaydi, Isuzu desalang Isuzuga. Konteyner tomini butun olib ketaman deganlarga butun ham jo'natib beraveradi ekan. O'zbekistonda Liboy viloyatiga. Mana bu joyda mana ishlab chiqarishlar ham boshlanibdi. Drabilkalarda ishlab chiqarishlar ketyapti mana. 15-20 ta drabilka boshlabdi ustakamiz. Buni ham O'zbekiston Liboy viloyatiga dastavkasini qilib chiqarib beraveradi. Mana bu joyda mana yerda yangilik xor to'qilyapti ekan. Xorlarimiz ham 6 ga 6 profildan qilinyapti ekan, choksiz variantda qilib chiqarib beryapti ekan. Mana e'tibor bersalar mana chok yo'q 6 ga 6mizda. Choksiz xorlarimizning 1 metr narxi 250 ming so'm. Kelishsalang yana tushib berishi mumkin. Drabilkalarimiz narxlari, drabilkalarimizning motorlari 220 ga ishlaydi. Mis motorlisi 2 million 800 ming so'mdan 3 million 200 ming so'mgacha ekan. Bir dona drabilkamiz narxi. Alumin motorimiz, alumin sim o'ralgan motorlarimiz narxi 2 million 400 ming so'mdan 2 million 600 ming so'mgacha ekan. Drabilkamiz ham materiallar juda ham qalin, sifatli materiallardan ishlanyapti. Taglariga g'ildiraklar qo'yib ishlayapti ekan. Buni hozir to'liq obzorini keyingi videolarimizda qo'yib ko'rsatib beramiz, ishlashlarini, qanday ishlashlarini. Xudo bu drabilkalarimiz bitgandan keyin shag'alni ham maydalaydigan bo'lib chiqadi inshaalloh. Mana kraskalari mana bunday holatda bo'ladi. Kraskasi tepasi sariq bo'ladi, taglarini ham sepib, chiroyli qilib bitqizdirib berar ekan. Hozir motorlarimiz hammasi bozordan kelish bilan sirasi qo'yamiz. Mana bugun bozordan olib kelamiz motorlarini. Mana drabilkani pichog'iga qiziqqanlarga drabilkamiz pichoqlari mana ayni holatda bo'lar ekan akalar. Vaqti zo'r narsa ekan lekin. Pichog'ini o'zini ham sotaveradi ekan, narxini kelishsalang. Qolganini o'zim yasab olaman, qo'limdan keladigan svars akalarga mana bitta yordam, pichog'ini o'zini ham narxini kelishtirib qilib beraveradi. Cheklanmagan miqdorda yasab chiqarib beradi. Mana gaz ballonning portlash jarayoni. Butun konteyner kerak desalar, mana butun konteynerlarimiz ham bor ekan. Mana bu joyda holatni ko'rsatib qo'yamiz buni ham bir.
Mana bu joyda 6 ga 6larimiz bor ekan. Cheklanmagan miqdorda bor. Konteynerimiz holatini ko'ryapsizlar. Butun kerak sklad qilaman deganlarga butun konteynerlar ham qilib beraveradi. 6 ga 6miz narxlari 700 ming so'mdan bemalol kelib olaverasizlar. Chanalarimiz bor ekan mana. Mol ayvonda xorilariga chanadan qilsalangan bo'laveradi. Buni narxi chanamiz narxlari 500 ming so'm ekan. Mana bu joyda mana profillarimiz bor ekan, konteyner listidan tayyorlangan profillarimiz. Buni ham ko'rsatib qo'yamiz endi. Mana profillarimiz ko'ryapsizlar, mana profildan cheklanmagan miqdorda chiqarib beraveradi ekan. Ekranga nomerlarni yozib qoldiramiz, bemalol aloqa chiqib telefon qilib so'raverasizlar. Chana kerak desalang chana, 6 ga 6 profil desalang profil, konteynerni o'zini butun olaman desalang konteynerni o'zi butuni bor ekan. Mana joyda bozlari bor ekan, 130 ming so'mdan buni ham tanlab olaverasizlar ichlaridan. Mana akalar nomerlari 99lik 020 32 85 94lik 612 82 85. Shu nomerlarga telefon qilib bemalol gaplashaverasizlar. Biz videomizga like, podpiska bosib ketsangiz yaxshi bo'ladi. Bundan keyingi videolarimiz drabilkan bitgan holatni ham qo'yib ko'rsatamiz. Video chiqarishda davom etamiz. Hammaga omad, charchamanglar, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.